Guli, Yulduz, Anush, Laber, Lifehack sizlar uchun. Unitazdan yomon hid kelib turibmi? Bu video aynan siz uchun esa. Videoni oxirigacha ko'ring, zo'r lifehack o'rgataman. Buning uchun bizga akvamarin kerak bo'ladi, savun kerak, zubni pasta va folga qog'oz kerak bo'ladi. Men jasmin savunlarini ishlatdim. Любой bir mazali isli savunlardan ishlatsangiz bo'ladi. Qolib ketgan zubni pastalardan 2 qoshiq akvamarin solib berdim. Aralashtirib bombочка hosil etasizlar. Qatib keyin folgaga o'rab chiqasizlar. Ustidan do'shib chiqasizlar. Mashpashka bilan do'shdim. Bu toza, svejiy is butun uyni olib turadi. Dollar uchun foydali. Lifehackimiz bu nafaqat is, balki tualetni sarg'ayganlarni ham ketadi. Izidan ballarim butilkasini ham yubordim. Unda men akvamarin kislorodni отбеливателidan foydalandim. Bemalol sizlar ham olib ishlasangizlar bo'ladi. Zo'r. Akvamarindan 1 qoshiq solib, izidan qaynar suv solasizlar, gazga qo'yib berasizlar. Izidan qozon qopqoqlarini yumaqqa tushib ketdi. Qozon chetindagi yog'larni ketirishdim qiyin. O'g'li qasirayotgan oldimdan hamma qopqoqlarimni solib, cho'mich, kapgir ularni ham oldimdan hammasini solib, akvamarin solib qaynatmaga qo'yib berdim. Aytgan uylaringizni qachon o'rgatdingizlar? Hayit kelyapti, hayit. Shu videoda ko'rsatilgan narsalarni tez-tez yuvinglar ham. Qopqoqni yog'ini erishini ko'rdingizlarmi? Kelinlar lazzatidan yeri sho'r bo'lsa kerak. Sizlar ham shunday mukizlar bir gasa yomon keladi, bir gamasa gamida. Bir gasa hamma ishimni tashima, lifehacklarni ham ko'rsatib tashima. Bu salfetka gazingiz bormi, aynangiz bormi, mebelingiz bormi, hammasini yog'ini shu bilan ketirasiz. Faqat pishirgandan keyin shu bilan bir marta sirsangiz, yuvib yurishim hojat qolmaydi. Lekin ballar qo'l yetmaydigan joyda tursin. Ko'rganlaringizdek biroz ishlatdim. Kto молодец, ya молодец. Kimdir yoga boradi, kimdir fitnessga boradi, kimdir spaga boradi. Men o'ynab o'rgatib, ham fitness etaman, ham spaga boraman, ham yoga boraman. Nishat fitnessmi? Uborka vaqti fitness bo'ladi. Uborkadan keyin yoga bo'ladi. Uxlaganda spa bo'ladi. To'g'rimi, axir galinjanlar? Uborka vaqti fitness etib harakat etsak, uborkadan keyin yemiz dam olib yengillashganimiz bu yoga bo'lsa. Kechda tinch uxlaganimiz bu spa bo'lsa. Hazil bilan uborka etgan kunimiz shunday bo'ladi, qizlar, to'g'rimi?